ichgan holatda mashina boshqarib 01 ga tushgan shoferlarni pravasi reshad qilinmaydi. Reshad qilinganda ham bu qaror sud tomonidan bekor qilinishi mumkin. Buni bilishingiz shart. Gap shundaki, transport vositalari haydovchilarini mast holatda ekanligini aniqlash tartibi to'g'risidagi nizomning 11-bandiga ko'ra, agarda haydovchini alkotester natijasiga e'tirozi mavjud bo'ladigan bo'lsa, YPX xodimi uni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish uchun tuman va shahar davolash profilaktika muassasasiga olib borishi lozim. Agarda haydovchi alkotester natijalaridan norozi bo'lsa-yu, lekin YPX xodimi uni tibbiy tekshiruvga olib bormasdan bayonnoma tuzib sudga chiqarsa va sud tomonidan haydovchini pravasini reshad qilish haqida qaror chiqargan bo'lsa, bunday qaror yuqori turuvchi sud tomonidan bekor qilinishi mumkin. Va albatta, amaliyotda bunday qarorlarning yuqori turuvchi sudlar tomonidan ko'p holatlarda bekor bo'lib ketayotganiga ham guvohi bo'lyapmiz. Videoga like bosing va haydovchi do'stlaringizga ham yuborib qo'ying.